Bilasiz, ikkinchi qavatdagi domlarni xaridori ko'p bo'ladi. Ayniqsa bizning kanalda beriladigan mana shunday ko'rsa, deyaveradigan ta'mirdagisi tezda sotilib ketadi. Sizga endi shunaqasini ilinib turganimdan keyin hali ham like bosmay o'tirgan bo'lsangiz, uyatda qani tezda bosib qo'yingchi. Ikkinchi qavatda joylashgan 56 kvadrat metrdan iborat bo'lgan bu xonadonni bir ko'ring. Hamma sharoiti mujassam ekan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyasida muammo yo'q. Isitish, отопление orqali isitiladi. Yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Har bir xonasidagi lyustrasini ko'rdingizmi? Ko'zga tashlanib turibdi. Narx 34 ming belgilandi. Bu joy bu sharoitga narxiga arziydimi yo'qmi? Fikringiz biz uchun qiziq. Izohga yozib keting. Ekrandagi nomer orqali kelishib olaverasiz. Manzildan so'rasangiz, Marg'ilon kombinat bozori yaqinida. O'zingiz olib qo'yishi yaxshilab o'ylab ko'ring. Imkon yo'qda desangiz, ikkinchi qavatdan uy qidirayotgan tanishlarga yuborib qo'ying.